Voy, mashalloh, buncha chiroylisiz. Bor ekan mana, ismini unutgan Gafur. Birinchi uchrashuv yaxshi o'tayotgan paytda Gafur qizning ismini unutib qo'yadi. O'sha holat, ha? Da, o'sha holat etish kerak. Tushundim. Ismini esdan chiqarib qo'ygan. Uchrashuvga keldingiz. Ha, bo'ldi, men tushundim. Bo'ldi, xalaqit beringlar, ketdi, bo'ldi. Davay. Gafur Ozodani ismini esdan chiqarib qo'ydi, dubl 10. Yaxshi keldingizmi? Zo'r rahmat. Tuzumisiz? Qayerdan kelyapsiz? Men uyda. Uydami? Sizchi? Men ham uyda edim. Nima ish qilasiz siz? Menmi? San'at sohasida. Yaxshi. Qo'shiq aytaman, yozaman. Yaxshi. O'zingizchi? Men shu modelman, blogerman. Yoqadimizga model, bloger qizlar. Ha? Ular zakaz bermaysizlarmi? Ha, beramiz. Nima? Апельсиновый сок, fresh. Sizmiz? Men Ha, bulardan so'rang. Siz nima yeysiz? menga kofe bering, bitta bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Rahmat. Faqat lyotsiz iltimos. Ismim esingizda qoldimi o'zi? Ha, albatta. Yaxshi. Nima? Ismim ayting. Ismingiz so'rayapsizmi? Qo'ysangizchi hozir. Hozir ofisiant kelganda deb aytaman-deysiz-ku? Yo'q, bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Ha, bilmaydi deb o'ylayman. Yo'q, unaqa emas. Aytingchi. Aytaman, qulog'ingizga aytaman. Hozir ayting. Xo'p, qulog'ingizga aytaman. Yo'q, qulog'imga ayting, hozir ayting. Men bilaman, bo'ldi. Uzr, bizda anaqa samapsugada. O'shaning uchun